Qonganimiz uyga kelganmiz, ena bola qo'y chiqib bo'ldi. Yaxshi ena bola so'raganlarga mana o'tgan safar ham bitta qo'y sotdingiz aka. Namanganga sotdim aka. Yaxshi narx berdingizmi? Ha. Siz ham nechtadan telefon qildi aka taxminan? 500 ta kami 500 ta odam telefon qilish shekilli. Sotildi deyapsiz, ham telefon qilishdi ko'pchilik. Arzon qo'yib yubordilar akamiz. Buni ham arzon berasa, xudo xolasa obunachilarimizga. Arzon qilib beramiz aka. Mana 4 tush qo'ygan akalar mana. 4 tush qo'ygan. Bolasi qo'chqormi, urg'ochimi aka? Urg'ochi bolasi aka. Urg'och ekan. Bir haftalik bo'ldi qo'zi. Bolani ham chiroyli bergan ekan mana. Dumbalari, enasini. Dehqonchilik qo'ylar akamiz mana. Nomerlarni yozib qoldiramiz, pastga aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Arzon qilib beradilar. Dastlabkasini qilib berasiz aka? Kelishamiz aka. Bu kelishilgan holatda qilib beradilar. Mashina topib beramiz aka. Bo'ldi aka. Telefon qilib o'rlar akalar, kelishtirib beradilar mana. O'tgan safar ham narxini qo'ymasdan qo'ydik. Telefon qilgan odamga sotibdilar, birinchi qilgan odamga. Namanganga sotibdilar. Akamiz dastlabkasini qilib berdilar. Lekin bolasi chiroyli ekan. Onasi ham hali yosh ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Quloqlari ham hamma yo'q kelgan ekan. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Obunani olib qo'ying. Bo'ldi.